Shu tortda $700 qilib berdim desam, ishonasizlarmi? Ishonavering, chunki bu tort shunga arziydi. Doimiy mijozlarimizdan bo'lgan Dilnozaxon o'zlarining turmush o'rtoqlariga bizning noodatiy va qimmatbaho bo'lgan tortimizni hadya qilib, bu kunni unutilmas bo'lishini xohladilar. Voy, bu namuncha $700 ga qildingiz, ichiga tilla soldingizmi? deyishingiz mumkin. Lekin men sizlarga hozir bu tortni nima sababdan $700 ga qilib berganimni jarayonda ko'rsatib beraman. Avvalambor, mijozimiz xohlaganlaridek, ichlari Snickers nachinkali tortni tayyorlab oldim. Tortimizning ichida syurpriz borligini уже sezgan bo'lsanglar kerak, lekin bu syurpriz nimaligini oxirida aytaman. Tortga morojniy kremini surib, tekislashni boshladim. Tort ko'rinishini mijozimiz o'zimga qo'yib berdilar. Ya'ni men o'zim xohlaganimcha bezatdim. Ustini tillarang shariklar, shokoladlar va dollarlar bilan bezatdim. Ish qilib tortganida chiqmay qolmasin deb qayta tekshirib ko'rdim. Tortim tayyor, lekin menda hayajon bor edi. Bundan oldin juda ko'p marta tortga pul solganman, hattoki $1000 gacha pul solib berganman. Lekin bu narsani birinchi marta tortga solishim sharmanda qilmasa bo'ldi. Tortimizni chiroyli qilib qadoqlab, dastavka qilib jo'natib yubordik. Tortdan o'tib kelguncha yuragim hovuchlab o'tirdim va nihoyat 30 video yetib keldi. Ura! Va biz buni uddaladik. Dilnozaxonga oilaviy baxt tilab qolamiz. Agar sizga ham shunaqa noodatiy sovg'alar, syurprizlar kerak bo'lsa, bemalol Feyaga murojaat qilavering. Feya ijod qilishdan va o'z sevimlilarini hayron qoldirishdan charchamaydi.